Bu chirikiston kim uchundir hayot, kim uchundir tragediya. Bu chirikni, ruchka izlarini, qozon chirikini, kiyim dog'larini bitta sredstvalar ajali bilan ko'p suv qilib emas, ishqalab tozalaymiz. Bu mo'jizami yoki sehr deb hattoki qaynonangizni lol qoldiradigan Glint mahsuloti. Ishoning, aslida qaynonalar ham qanday kelin olaman deb juda qo'rqishadi. Do'st bo'larmikin, dushmanmi, ozodami, shaltoqmi, qiz bo'larmikin, kelinmi deb juda ko'p o'ylashadi. Farosatsiz bo'lsa tamom, hech qanday sredstva yordam bermaydi. Shunaqa derdim-u, lekin Glint mahsuloti bilan har qanday shaltoqlikni yengib o'tsa bo'ladi. Glint eko mahsulot bo'lib, sog'lig'ingizga va qo'llaringizga umuman zarar yetkazmaydi. Men kichkina kelinman. Kichkina kelinlar tozalikni va poklikni sevuvchilar qatoriga kiradi. Sizchi, katta kelinmisiz yoki kichkina? Kommentariyada yozib keting. Tozalikni va poklikni sevish uchun qaynona bo'lishi shart emas. Videoni shu yergacha ko'rdingizmi? Demak, sizga tozalik yoqadi. Like bosish esingizdan chiqmasin.